Kim Nozima Akmal qizi ishida qotillik alomatlari aniqlanmadi. O'zbekistonning Janubiy Koreyadagi elchixonasi so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlar va internet resurslarida vatandoshimiz Kim Nozima Akmal qizining vafoti yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Ta'kidlanishicha, mazkur holat yuzasidan elchixona voqea sodir bo'lgan kundan boshlab Koreya huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda ish olib borib, holatga aniqlik kiritish va tergov jarayonlarining haqqoniy o'tkazilishini ta'minlash maqsadida uchrashuvlar o'tkazib kelmoqda. Olib borilayotgan tergov ishlari haqida aniq ma'lumot taqdim etish maqsadida marhumaning onasi Feruza Alimbekova elchixona hamda Koreya politsiya organlari ko'magida Janubiy Koreyaga taklif etildi. Joriy yil 14-aprel kuni marhumaning onasi, uning advokati hamda elchixona xodimlari ishtirokida Pyeongtaek shahri politsiya mas'ullari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Koreya politsiya vakillari O'zbekiston fuqarosining vafoti va hodisa tafsilotlari yuzasidan o'tkazilgan qo'shimcha tekshiruvlar haqida ma'lumot berdi. Koreya huquq-tartibot organlari ma'lumotiga ko'ra, dastlabki tergov va ekspertiza natijalarida marhumaning vafotida qotillik alomatlari aniqlanmagan. Shuningdek, voqea sodir bo'lgan tunda marhuma istiqomat qilgan uy atrofidagi, shuningdek tibbiy yordam ko'rsatilgan muassasalar va Sonmu shifoxonasidagi video kuzatuv tasmalari marhumaning onasi va uning advokatiga ko'rsatildi. Koreya Milliy sud tibbiyot ekspertizasi tomonidan o'tkazilgan chuqurlashtirilgan tahlillar natijasiga ko'ra, fuqaro N. Kimning o'limi o'z joniga qasd qilish tashxisi asosida qayd etilgan. DNK, qon va barmoq izi tahlillari o'tkazilgan bo'lib, tanasida zaharli yoki dori moddalar, shuningdek kuchli zarba izlari aniqlanmagan. Koreya politsiya organlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ayrim suratlar tergov materiallariga aloqador emasligini va ularni tarqatish amaldagi qonunchilikka zid ekanini ma'lum qildi. Hozirda tergov jarayoni davom etmoqda va uning yakuniy natijalari marhumaning yaqinlariga taqdim etiladi. Mazkur holat elchixona tomonidan nazoratga olingan bo'lib, diplomatik vakolatxona Koreya politsiya organlari bilan hamkorlikni davom ettirmoqda. Elchixona fuqarolarni marhumaning xotirasini hurmat qilishga hamda tasdiqlanmagan ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqirdi.